Assalomu alaykum hammaga. Bunaqasini Instagramda ko'rmagansiz. Biz 100 mingtaga yaqinlashib qopmiz. Men o'zimni ishga taklif qilmoqchiman. Qanaqa qilib desalaring, men ishlamoqchiman. Agarda kimga shunaqa odam zarur bo'ladigan bo'lsa, ham ishlab, ham profil akkauntlarini yurg'izib, pastdan reklama qilib ishlamoqchiman. Nima desa bo'ladi? Men har kuni profilimga, o'zimning akkauntlarimga bir kunda 1 soat yo 2 soat bo'lmasam haftada 1 kun ajrasam bo'ladi. Qolgan vaqtim o'sha qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar, bemalol magazinlarim qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa joyda ish bo'lishidan qat'iy nazar, misol ham ishlab, ham ishlarimni reklama qilib ketmoqchiman. Kimga shunaqa odam zarur bo'ladigan bo'lsa, podlitsa qilib, yo bo'lmasa telefon qilib, yo bo'lmasa lichkamga yozaverasizlar. Xudo xolasa kelishib ishlaymiz. Xudo xolasa sezonga ham 1 oy vaqt qoldi. Joninglar sog' bo'lsin. Menimcha bu videoda uyatchilik, xijolatchilik joyi yo'q deb o'yladim. Joninglar sog' bo'lsin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.